Yunusobod 12-kvartalda 4 xonali uyimiz 99 kvadrat metr. Shu uyimiz 5-etажda joylashgan 9 etajli bino yo'lli yuzida shunda. Alleya, maktab, bog'cha, targ'ib kompleks, metro oldida. Lokatsiya infrastrukturamiz zo'r. Remont holati top-toza kirib yashaydigan uy egalari 85 ming $80 so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylar bor. Keling birgalikda uyga boramiz. Podyezddan kirish eshigimiz, prixoshkamiz. Katta ikkita prixoshka keling. Chap tarafdan boshlaydigan bo'lsa, birinchi xonamiz spalniy bo'ladi. Xonalari bu planirovkada katta balkon ham 2 ga 6. Bu yog'imiz esa ikkinchi xonamiz. Keling, bu tarafimiz chap tarafimizda bizda 3-xonamiz. Shu prixoshkani o'zida koridorimiz uzun koridorimizda bizda sanujelimiz ham joylashgan. Kafelar yaxshi holatda turibdi. Keling, qaytadigan bo'lsa, bu tarafimizda sanujelimizning ikkinchisi hojatxona. Bu yog'imiz oshxona ovqat tayyorlaydigan territoriya, bu yog'imiz esa balkonimiz aytganimdek 2 ga 6. Akvarimlari bor. Yo'lli yuzi parkovkadan muammo yo'q. Keling, zal, oxirgi 4-xonamiz. Bu yog'imiz esa zalimiz bo'ladi. Aytib o'tganimdek 99 kvadrat to'rxona ulchini planirovka $85 ming $80 bu boshlang'ich narx. Opisaniyada telefon raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqasiz.